zo'r uходовый sredстводagi eng topoviy yuz yuvadigan gellarni men sizlarga obzor qilib beraman. Bular boshqa gellardan farq qiladi. Bular davolovchi hisoblanadi. Agar yuzingizda ham uhod qilayotgan bo'lsangiz, bu gellar aynan siz uchun. Bularni o'zini yuzini turiga qarab olish kerak. Agarda sizni yuzingiz quruq bo'ladigan bo'lsa, unda bunisidan ishlatib ko'rishni tavsiya qilaman. Agar yuzingizlar aknega moyil va katta-katta aknelari bo'lsa, unda akne control cleanserdan tavsiya qilardim. Agar yuzingiz yog'li va aralash bo'ladigan bo'lsa, unda foaming cleanserdan tavsiya qilaman. Agarda koja sizda ham qora tochkali, ham mayda akneli bo'ladigan bo'lsa, juda ko'p yog'lanadigan bo'lsa, unda bundan foydalaning. Shaxsan o'zim bu bilan bundan foydalanaman. Haqiqatda zo'r. Buni ishlatgandan keyin umuman yuzlarga akne toshmaydi. Faqat ozgina nafsni tiyish kerak. Chunki nafs tiyilmasa, bali qayta-qayta chiqaveradi. Bu ketqizaveradi. Bunisi esa yuzini baryeri buzilganligi, чувствительный ko'jaligi zo'r tushib beradi, ham восстановить qiladi, quruq yuzlar ham ishlatsa bo'ladi. Bunisi esa aynan makiyaj